Rostdan 20 mingga sotyapsanmi uyingni? Rostdan sotyapman 20 mingga. Bu 100 minglik uy jo'ra. Bilaman, lekin pul zarurda jo'ra, o'shaning uchun sotyapman. Bo'ldi, o'zim olaman jo'ra. Faqat hech kimga aytma. 1-2 oy yashab men 100 mingga sotaman jo'ra. Nima qilsan qil? Bo'ldi, rahmat jo'ra. Yangi uyim muborak, yangi uyim muborak. Zo'r narxga oldim. Zo'r narxga. Здравствуйте, sosed. Mana shu pishagimni 3 kun qarab tura olasizmi? Safarga ketayotgandim. Men nima qarayman? Eski qo'shni qarab turardi, hech nima qilmaydi, men to'g'ridagi xonada uxlaydi. Stressga tushmasin, xo'p? Paka. Nima qilyapsiz? Nima mashinamga tegiryapsiz? Meni joyimga qo'yibsiz. Qayerda yozilgan siz joyingiz? Quyosh qayerga qarab tushsa, o'sha joy meniki bo'ladi. Eski qo'shni aytmaganmi? Siz kimsiz? Zo'rmanmi? Senlar kimsanlar? Sotishga kelganmisan? Qanday kirding uyga? Eski uyda egasi bizga kalitini tashib ketgan. Chaqikalangan uyimdan a. To'xtang, amakcha, bu qanaqasi o'ysan? Abida. Voy damna, qamirligimi deyman-da. Ha, kampir chapon ta'mi keladi. Shiz bor ekan, lekin aka buni boshqa ta'mlari ham bor ekan-a. Olma, shaftoli, mevani ta'mini birga bir olgan ekan-a, lekin. Chaqikalangan uyimdan a. Tur o'rningdan. Yangi qo'shni? Ha? Meni uyimni remont qilib berishingiz kerak. Nimaga? Uyimga suv oqyapsiz uyingizdan. Nechinchi etaj saniki? Birinchi etaj. Amaliki 4ku, qanday oqadi? Bilmayman. Bari qara, manga qara. Uyingni o'zingga 10 ming dollarga sotaman. Ol. Bekorga aytishmas ekan, uyoma qo'shni ol deb. Sosed, pishagim turibdimi? Pishaging o'ldi. Qanday o'ladi? Stressga tushib o'ldi, stressga. Nima deb o'ldi? Voy dada deb o'ldi. Bor yo'q.